Assalomu alaykum hammaga, kanalim obunachilari, kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan aloqada endokrinolog, nutritsiolog Dilnozaxon maqsadimni. Bugun men sizlarga juda ko'p insonlarga tanish bo'lgan, lekin ko'pincha sababi noto'g'ri tushuniladigan holat haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu aynan temir tanqisligi. Nega aynan shu mavzu? Chunki qabulimda juda ko'p bemorlar shunaqa deydi, ayniqsa ayollar. Doim charchayman, boshim og'riydi, har narsaga holim yo'q, qancha uxlasam ham to'ymaslik hissi bor, yuragim tez-tez uradi, qon bosimim doim o'ynab turadi, ya'ni ko'p holatlarda tushib ketadi. Ko'pincha bu holatlarga stress, uyqusizlik yoki yoshni kattaligi bilan bog'lab chalkashtirishadi, lekin amalda juda ko'p holatlarda sabab organizmda temir yetishmasligi bo'ladi. Shu yerda muhim narsani tushunib olishimiz kerakki, temir tanqisligi va temir tanqisligi anemiyasi bu bir xil narsa emas. Temir tanqisligi bu hali zaxiralar kamayib borayotgan holat bo'lsa, anemiya esa bu allaqachon kasallik darajasiga aylangan holat hisoblanadi. Oddiy misol qilib keltiradigan bo'lsam, uyingizda suv bak bor deb tasavvur qiling. Avvaliga suv kamayadi, lekin hali krandan oqadi. Bu temir tanqisligi holatiga misol bo'ladi, lekin bak butunlay bo'shasa suv ham to'xtaydi. Bu esa anemiyaga misol bo'ladi. Organizm ham xuddi shunaqa ishlaydi. Anemiyada nima sodir bo'ladi? Qonda gemoglobin va eritrotitlar kamayadi. Gemoglobin esa kislorod tashiydi. Endi tasavvur qiling, shaharda avtobuslar bor, lekin ichi bo'sh. Yo'lovchilar manzilga yetib bormaydi. Kislorod yetarli yetkazilmasa, miya charchaydi, diqqat susayishi boshlanadi, yurak tez uradi, ko'z oldi qorong'ilashadi. Shu uchun ko'p insonlar o'rnidan turganda ko'z oldi qorong'ilashadi yoki qon bosimi doimiy past bo'ladi. Bu holatni ko'pincha menda shunchaki past bosim deb qabul qilishadi, lekin amalda bu temir tanqisligini belgisi bo'lishi mumkin. Shu yerda tabiiy savol tug'iladi: nega temir kamayadi? Birinchi va eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu qon yo'qotish. Qon yo'qotish bilamiz ikki xil bo'ladi, ya'ni yashirin qon ketish hamda tashqi qon ketish, ya'ni ochiq qon yo'qotishlar bo'lishi mumkin. Ochiq qon yo'qotishligi bu ayollarda hayz, burundan qon ketishi, jarohatlar kiradigan bo'lsa, yashirin ichki qon ketishlariga inson o'zini sog'lom deb hisoblaydigan, lekin oshqozon yoki ichakda surunkali bilinmas qon ketishi bo'lishi mumkin. Bu holatlarga gemorroy, oshqozon yarasi, ichak kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan misollar kiradi. Shu uchun biz doim aytadigan narsamiz, temir past bo'lsa faqat qo'shimcha ichish emas, sababini topish muhim. Ayniqsa ayollar uchun bu masala alohida ahamiyatga ega. Chunki tug'ish yoshidagi ayollarda anemiyani asosiy sababi bu bachadon qon ketishlari hisoblanadi. Mioma yoki endometriozda hayz uzoq va og'riq o'tadi, og'riqli holatda o'tadi. Mana shu holatlarda ham qon yo'qotishlar uchrab turadi. Ko'p ayollar shunaqa deydi: "Meni hayzim doim shunaqa kelgan, lekin normal hayz 3-5 kun davom etadi." Bu hayot sifatini buzmasligi va anemiyaga ta'sirligi yo'q. Ko'p yana ayollarda 7-8 kun davom etsa, bu og'riqli bo'lsa, juda ko'p qon ketsa, bu albatta normal hisoblanmaydi. Shu uchun muntazam ginekolog ko'rigidan o'tish va UZI qilish juda muhim hisoblanadi. Hozir hammaga ma'lum, qaysi vrachga boradigan bo'lsangiz yoki qaysidir o'zingizni poliklinikangizda shifokorga ko'rinadigan bo'lsangiz, check-up qilib turing sog'lig'ingizni deydi. Ya'ni bir yilda bir martami yoki kamida 2 marta, har 6 oyda bir har bitta insonni o'zini yoshi, o'zini shikoyatlaridan kelib chiqqan holatda qon tahlillariga hamda UZI tekshiruvlariga buyuriladi. Mana shu UZI tekshiruvlariga buyurilishdan va qon tahlillarini topshirishdan asosiy maqsad bu inson kasallikka oldindan ko'ra bilishi va o'zida qanaqa defitsitlar ketayotganini yoki boshlanayotgan kasalliklar nimani hisobiga bo'layotganini aniqlash uchun. Chunki kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish albatta har bittamiz uchun afzal bo'lgan holat. Endi ovqatlanish haqida gaplashadigan bo'lsak, chunki bu temir tanqisligini ikkinchi katta sababi hisoblanadi. Ko'p inson "men yaxshi ovqatlanaman" deb o'ylaydi, lekin ratsioniga qaraydigan bo'lsangiz, asosan non, un mahsulotlari va shirinliklar bo'ladi. Temir va gemoglobin uchun esa oqsil kerak. Oqsil bu go'sht, baliq, tuxum, jigar. Agar oqsil yetishmasa, temiri
bo'lsa ham organizmda singmaydi. Bu ayniqsa homilador ayollar uchun muhim. Chunki agar onada temir kam bo'lsa, tug'iladigan bolada ham shu holat bilan tug'iladi. Shu uchun homiladorlikka tayyorgarlik davrida tekshiruvlar juda muhim hisoblanadi. Ko'p insonlar yana shunday deydi: doktor, temir ichyapman yoki temir ukolini olyapman, lekin ko'tarilmayapti. Bu yerda biz hazm qilish masalasiga ham urg'u qaratamiz. Ya'ni temir singishi uchun oshqozonda kislotalik normal bo'lishi kerak. Agar gastrit bo'lsa, kislota past bo'lsa, organizmga kirayotgan temir singmaydi. Bu yerda temirga yordamchi bo'lgan narsa vitamin C hisoblanadi. C vitaminisiz temir qulfga to'g'ri kelmaydigan kalitga o'xshatilinadi. Shu uchun temirni C vitamini bilan qabul qilish eng to'g'ri variant hisoblanadi. Endi tahlillarga o'tadigan bo'lsak, ko'pchilik faqat gemoglobinni tekshiradi, lekin bu yetarli emas. Eng asosiy ko'rsatkich bu ferritin ko'rsatkichi. Bu temirni zaxirasi. Ya'ni ferritin bu hech qanaqa gormon emas, ferritin bu temir saqlovchi oqsil hisoblanadi. Ombor bo'sh bo'lsa, erta yoki kech anemiya rivojlanadi. Yana oddiy xalq tilida tushuntirib beradigan bo'lsam, hamma narsa, misol uchun uyingizda bor narsalaringiz tugasa, siz borib bozordan yoki qayerdandir o'sha narsalarni olib kelib to'ldirasiz. Lekin biz organizmimizdagi gemoglobin, ya'ni temir hech qachon birinchi navbatda o'zini tugatmaydi. Birinchi navbatda zaxiradan foydalanib, zaxirani tugatib, keyin o'zini holatini ko'rsatishni boshlaydi. Va bunga misol bizni poliklinikalarda yoki analizlarga topshirgani borsangiz, sizni gemoglobiningiz normada chiqadi. Lekin shikoyatlaringiz mana shu temir tanqisligiga, anemiya holatlariga bog'liq bo'lgan shikoyatlaringiz bor. Lekin analizni qaraydigan bo'lsangiz, sizni gemoglobin, ya'ni umumiy qon tahlillaringizda ko'rinmaydi u darajada. Agar chuqur analizni o'qiydigan, mana shu analizlar bilan to'g'ri ishlay oladigan terapevt bo'ladimi yoki qaysi tor soha mutaxassisiga boradigan bo'lsangiz, agar umumiy qon tahlilini ferritin topshirmagan darajangizda ham o'qiy oladigan inson bo'lsa, sizda temir tanqisligi yoki vitamin B guruh nimalari ko'rsatkichlari yetishmayotganini tushunib sizga tushuntirishi mumkin. Lekin hozir mana shu ferritinni topshirishi aynan mana shu kanalim kuzatuvchilarida, obunachilarida, bemorlarim orasida shikoyatlari bo'layotgan bo'lsa, albatta men umumiy qon tahliliga qo'shimcha ravishda ferritinni topshirishini afzal bilaman. Xo'p, shu uchun ferritin qondagi temir, transferin birga baholanishi kerak. Ya'ni analizlarni ko'rsatkichlarini baholayotganda albatta mana shu tahlillarni ham birga baholash kerak. Agar tahlil topshirmagan bo'lsangiz, tanangiz sizga allaqachon signal beryapti. Charchoq, asabiylik, diqqat pasayishi, sovuq qo'l, oyoq, soch to'kilishi, tirnoqlar sinuvchanligi, bularni barchasi temir tanqisligidan darak berishi mumkin. Endi ko'p beriladigan savolga javob beraman. Hayz vaqtida temir ichsa bo'ladimi? Javob: ha, mumkin va hatto kerak ham. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasi. Temir qonni kuchaytirmaydi, aksincha temir tanqisligi qon ketishini kuchaytiradi. Bu keng tarqalgan mif. Xulosa qilib aytsam, temir tanqisligi oddiy charchoq emas. Bu organizmni yordam so'rashi. Shu uchun o'zingizni tinglang, tahlil topshiring, ovqatlanishingizni to'g'rilang. Barchangizga sog'lik, kuch-quvvat va yaxshi ferritin va yaxshi gemoglobin darajasini tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat.